Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 4, 5, 6 va 7 may uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo asosan ochiq va quruq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-18 daraja iliq, kunduzi 26-31 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo ochiq va issiq bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-20 daraja iliq, kunduzi 30-34 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 13-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo asosan ochiq va issiq bo'ladi. Harorat kechasi 18-22 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 32-36 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir ehtimoli bor. Harorat kechasi 14-18 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.